uyimizga qoladigan g'allalar qolmagandan keyin ishchilarga bera olmaymiz. Har qaysi ikkitasi o'zi ikkitadan biletdan Rossiyaga ketmoqchi bo'ladi, Qozog'istonga ketmoqchi bo'ladi. G'allazorlar go'yo dengizday chayqalib, yurtimizda to'kinchilik va ma'murchilikdan darak beradi. Mana bu tasvirlar kuni kecha o'rim-yig'im ishlari avjida bo'lgan kezlarda tasvirga olingandi. Shijoat va g'ayrat otiga mingan kombaynchilar fermerlarning hosilli dalalarida zo'r ishlashdi. Denov tumanida 33.700 tonnadan ortiq g'alla xirmoni uyildi. Ammo fermerlarning kayfiyati chog' emas. Nega? Denov tumanida mana bugungi kunda g'alla topshirish rejalari bajarilib, Denov tumanida fermerlarning barchasida bir xilda bayram, bir xilda azob bo'lib, boshqarmalarga yaxshi salom bermagan, yaxshi ta'zim qilmagan odamlar rejalari noto'g'ri tuzilib, bugungi kunda juda katta qiyinchiliklarga sabab bo'lib, planlarni bajara olmay, rejalarni bajara olmay, hammasi qiynalib yuribdi. Masalan, nima demoqchi? Mana g'alla bo'yicha yerni balbanitiga qarab, shunga qarab hosillarning o'zi chiqadi. Hammaniki davlat tomonidan, qishloq xo'jalik vazirligi tomonidan bu qo'yiladi. Lekin Denovda bunday emas. Qishloq xo'jalik boshqarmasi bir xillariga 50 sentr qo'ygan. Shuni yonidagi balbanti bir xil bo'lgan odam fermerlarga 30 sentr qo'ygan yoki 35 sentr qo'ygan. Va 30-35 sentr qo'ygani hamma tomoni ishi yaxshi. Ularni uyda ancha g'alla tushirib olyapti yoki ishchilarga g'alla beryapti, osh bo'lsa ularga ham. Lekin boyag'ida ularga yaxshi salom bermagan fermerlar natijada 45 sentr, 50 sentr, 53 sentrdan g'alla topshirish rejasini qo'ygani uchun ular uydagi o'zlariga yeydigan g'allasigacha davlatga topshirdi. Ishchilarga berayotgan g'allani davlatga topshirdi. Dehqon bobo haq gapni aytdi. Adolat mezoni buzilgani rost. Chunki tuman qishloq xo'jaligi bo'limi mutasaddilari ham bu kabi xatoliklarni tan olishyapti. Mana bu xaritadan hammasi kaftdek ayon. Xo'sh, nega endi 44, 55, 64 yoki 71 bal bonitetli yerlarda dehqonchilik qilgan O'zbekiston suv iste'molchilari uyushmasi xo'jaligidagi ayrim fermerlarga g'irromlik qilingan? Rasvosini chiqaryapti. Masalan, bu yerda Denov tuman O'zbekiston Oqta mahallasidagi ikkita fermer misolida aytaman. Juma Tursun fermer xo'jaligi hamda Zuhra fermer xo'jaligi. Ikkoviga ham bal bandini olib qarasangiz 64 bal, yeri toshlab bo'lgani uchun To'qo'lang daryosining bo'yida bo'lgani uchun 53 bal. Yerlar shunday. Bularga 44 sentrdan davlatga sotish qo'ygan. Uning yonidagi 70-80 ballik yerlarga esa 35 sentr, 32 sentr mana shunday qilib rejalashtirib, mana shunday qilib ishni rasvo qilgan. 53,5 hatto 54 sentner hosildorlik og'irligi bosilgan. Balki bu savollarga tuman hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari janob Alisher Almardonov javob berar. Agar fermerning haqli savollariga javob berilmas ekan, ularning biri siri ikki bo'lmaydi. O'ylaymizki, bu kabi haqli savollarga Respublika qishloq xo'jaligi vazirligi ham aniq javob berishi kerak.